Aka? Ye. Ukajon. Ke qani? O'zi nimaga uxlamading? Ha? Kutdim kirmadingiz. Bir qaray deb chiqqanim. Uxlasang bo'lmaydimi? Suvni 5 minut ushlab tursam nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. 10 minut. 1 soat. Charchab tashaverasan. To'g'ri. Bu suvning vazni o'zgarmaydi. Lekin buni qancha ko'p ushlab tursam, qo'lim og'riydi, vujudimga zarar berishni boshlaydi va oxiri tashlab yuboradi. Sizni ham ichingizda ushlab yurgan dorilaringiz xuddi mana shu suvning og'irligiga o'xshaydi aka. Vujudingizga, aqlingizga, hayotingizga eng katta boylik sog'ligingizga zarar beryapti. Qo'ying, Alloh shunaqa yozgan ekan, shunaqa bo'ldi. O'zingizni ham, bizni ham qiynamang. Hozir siz cho'kib qoladigan bo'lsangiz, men kimga suyanaman aka? Ota-onamiz qarib qolishgan, kimga suyanishadi? Bu sinovlarni hali bir yengamiz aka. Любойni urib tashlaymiz. Ukajon. Qani edi urush bilan hal bo'lganda edi. Baqirib uyda ovqat bormi? Turkcha men nima qilib qo'yganman aka? Yaxshi ko'rasiz-ku. O'shani qoqamiz. Yana o'zing ovqat qilding. Bugun barvaqtroq kelgandim. Ilhom kelib qilib qo'yganman yeysiz deb. Yaxshi ko'rasiz-ku. Bilasan, ishlarim biz uncha yaxshi emasda. Lekin sanday suyanchiq ukam borligidan faxrlanaman. Rahmat senga. Sizga rahmat aka. O'zingizga shukr. Ketdingmi? Ketdik. Bering bor.